6566 sent bu takslari bilan. Assalomu alaykum. Kechadan oldin kuni olib qolgan Tesla Model Y Jupiter tayyor bo'ldi. Bunga oldi qismi o'rdasiga broneplyonka, ya'ni bizda PPF deydi. O'shandan qildik va 2 sloy polirovka va keramika qildik. Buni ham narxini aytib o'taman, qanchaga tushdi bu klientga. Aynan oldi o'rda broneplyonka, keramika, polirovka va tonirovkasiga. Va'da berganimda Tesla'dan olgan pulimni ko'rsataman degandim. Tesla'dan olgan pulimiz 3566 sent bu takslari bilan, ya'ni $3349 servis bo'lgan. Option narxda 3566 bo'lgan. Yomon emas. Videolarimizni albatta ko'rishda davom eting. Bundan ham qiziqarli kontentlar va ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Rahmat.